Savsavning saxtiyarlik bilan Liu Bei Yuan Shu orasiga so'g'oqchilik silish. Yaxshimisilar do'stlar? Unda qo'z biz 3 parchalik yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Liu Bei bilan Liu Bu'ningki hamkorlashganligi to'g'ri. Liu Bei'ningki Xiaopei'ni Liu Bu'ga bo'lib berib, shu yerda turib hamkorlashib Savsavga qarshi chiqadiganligi to'g'ri so'zlagan. Endi bular ikkisi joylashib Liu Bei Shujo'ga erishgandan keyin Liu Bu Xiaopei'ga erishib Savsavga qarshi chiqqandan keyin bu yerda Savsavniki nihoyat achchiq keldi. Bu xo'rlikni ichi yutanmaydi-da. Nimishqa? Chunki u Shujo'ni tatib olish uchun nurg'un bedellarni to'ladi. O'zining ziminidan tas qoldi, ayrilib qoldi. Hatto hayotidan ayrilib tas qoldi. Nurg'un talafot tortib, ochliq, nurg'un lashkarlarni ziyon tortibmi, ololmagan Shujo'ni Liu Bei hech qanday jafo tortmayla Tavchendan ilib oladi-da. Tavchenga bekorlik berib o'tadi-da. Shuning bilan buningki achchig'i hamda Liu Bei'ga o'tadi. Ya'ni asli Liu Bu'ga o'sh olgan bo'lsa, hamda shu Liu Bei'ga o'shib ketdi-da, ichida bir xil g'umma bo'lib qoldi. Shuning bilan bu hamda Liu Bei'ni bir taraf qilay desa, ya'ni shu joyga yana qaytadan atlanay desa, Liu Bei bilan Liu Bu birlashib oldi. Bularning qo'shuni oz emas ikkisining birlashgandan keyin. Uning ustiga Liu Bu shu jang qilishda, ya'ni bir itishda song'unlikda bak mayirda. Agar ikki taraf urushib qolsa, hamda Liu Bu oldiga chiqib Liu Bei bilan birlashib Savsavga qarshi chiqishi aniq. Shuning bilan Savsav hamda bevosita bularga lashkar yurish qilsam ziyon tortadigan yo'qdek. Shu jo'ni ololmayli qolmay o'zim talafot tortdi ekanman deb bundaq bir amal o'ylab topdi. Ya'ni qanday amal degan vaqtda o'zi ayni vaqtda ishlatgan saxtiyarlik bor. Ashundaq saxtiyarlikdan yana birini tuzib chiqdi bu. Ya'ni podshohning yorliqidan. Bu yorliqni nima deb yozdi degan vaqtda Liu Bei Yuan Shuning zimini bek kuchayib ketdi, zimini bek cho'ngib ketdi, kuchi bek zo'rayib ketdi. Yuan Shuni cho'qim ojiz etish kerak, cho'qim uni yo'qotish kerak. Bo'lmasa u o'rniga xavf olib keladi. Sen hozir Shujo'ningki begib olding. Demak, o'rniga to'yib ko'rsatishda sening mas'uliyating cho'ng. Shun sen Yuan Shuni mag'lub qilgan beri, Yuan Shuni yo'qotgan degan bir yorliqni yezib podshohning nomida shu Liu Bei'ga yetkazib berdi. Endi Savsavningki maqsad nima degan vaqtda ikkisini so'qishtirib, o'ttirdan foydalanmoqchi bo'lgan. Amaliyat Savsavningki mushundaq ikki tarafni urushtirib, o'ttirdan foydalanadigan ishlar bak chiq. Bak ko'p qatim mushundaq xat aloqa orqali, saxtiyarlik orqalilar bu nurg'un o'zining dushmanlarini, ya'ni ikki dushmanni o'zaro so'qishtiriblar, o'ttirdan foydalandi. Endi Liu Bei bu yorliqni topshirib olgandan keyin, garchi bu yorliqningki nihoyatda shu ras ishkanligiga ishonmasimi? Ya'ni podshoh o'zi tushirgan yorliq ishkanligiga ishonmasimi? Ammo amalsiz bu yorliqni qabul qildi. Nimishqa? Chunki Liu Bei'ningki tutgan yo'li birinchisi rahimdillik. Ikkinchisi bo'lsa cho'qim o'rdininki tushirgan yorliqini shartsiz o'rindash. Chunki o'rdagi podshoh uning tuqqani. Podshoh nima desa, shuni cho'qim qilish kerak. To'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, cho'qim shartsiz o'rindash kerakda. Shuning bilan bu tayyorlikni qilib, endi Yuan Shuga jazo yurish qilishga otlandi. Endi bu tayyorlikqa vaqtida qanday tayyorlik qildi desa, cho'qim Shujo'ni odam saqlash kerak. Endi buni Liu Bu'ga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Chunki Liu Bu degan sirtdan yengil kelgan odam. Uning ustiga uni ishonga olmaydi. Shunga o'zining ishonchlik odamlardan birini qo'yib qo'yish kerak. Endi bu odamlarning ichida Liu Bei Zhang Fei'ni tanlaydi. Nimishqa Zhang Fei'ni tanlaydi? Chunki Guan Yu'ningki nomini hammalar biladi. Guan Yu ayni vaqtda shu jangda to'yib ko'rsatdi. Nurg'un odamningki olqishiga erishgan, tunishiga erishganda, hamda Guan Yu'ningki cho'ng song'un ekanligi, ajoyib jang moyir ekanligini nurg'unlar biladi. Shunga bu Guan Yu'ni shahar sepilini saqlash qurib qo'yish unutmaydi. Chunki oldidagi jang texmi cho'ng jang hamda. Endi nimishqa Zhao Yunni qo'yib qo'ymaydi. Endi bu Zhao Yunningki Liu Bei'ning yonida o'taydigan o'rin nima degan vaqtda Liu Bei'ni qo'g'dash. Masalan, Guan Yu jangi chiqsa, Guan Yu jangi chiqib oldin sap ketgan vaqtda cho'qim Liu Bei'ning yonida eng kuchli song'undan birisi, yoki bo'lmasa kuchliroq song'undan birisi Liu Bei'ningki hayot mamotini qo'g'dimi sunmaydi. Yan tarafdan kelib qolgan yoki oq tarafdan kelib qolgan va yoki yoshirin buning qasd qilgan kishilardan saqlanib olmaydi unda urush davrida.
Şunun için bunun yanında bir qoğulğucu buluş gerek. Yani Baopiao. Demek Zhao Yun del Liu Bei'ninki şu aynı vakitteki Baopiao'su deyişki buldu. Bunu kinoda pek eksettirmeydi. Lekin Liu Bei'ninki iş izlariga, iş tutuş yollarga Zhao Yun'ni işga o'rinlashtirish ahvollari qaraydigan bo'lsak, amaliyotda Zhao Yun Liu Bei'ninki yenidan ayrilmaydigan qo'dug'uchi desak bo'ldi. Endi nimishki bu Zhang Fei'ni uning o'zining qo'dug'uchisi qilmaydi degan vaqtda Zhang Fei'ninki mijoz chus. O'z deganini qildi. Ba'zi gap anglamaydi bu. Uning ustiga bu cho'ng ishlarni qilishni o'ylaydi. Sirtdila jang qilsam deb o'ylaydi. Gap anglamaydi. Shunga eng to'g'ri tanlash yanla gap anglaydigan ham mahoratga ega bo'lgan Zhao Yun ham ko'pni o'ylaydigan kishi bo'lg'achqa bu Zhao Yun degan shunga Zhao Yunni o'zining yinida yordamchi qilib bu ham sanog'on qilib ishiltidi ham o'zining yinida yordamchi qilib ishiltidi. Shunga Liu Bei bu yerda Zhang Fei'ni shaharni saqlab qo'yishga qo'yib qo'ydi ham dal shu xato tanlashi tufayli bu Shujuni qo'ldan berib qo'ydi. Endi bular qo'shinni atlantirib Zhang Fei'ni tashlab qo'yib Yuan Shuning yiniga borgandan keyin albatta Yuan Shu tankilanmaydi. Nimishqa? Chunki bu Yuan Shu degan olliburun qo'shini zemini zo'riyib bir yerga berib bo'lgan, nihoyat kuchli bir qo'shinga ega bo'lgan bir pasibonga aylanib bo'lgan odamdir. Bu Liu Bei ozg'ini qo'shin bilan u yerga borgan bilanmi buningki shaharlarga, separlarga hujum qilib kirolmaydi. Buning oldiga chiqqan qo'shinlar bilan urushib, tirkishib boqib, amalsiz Yuan Shu'ni mag'lub qilolmay, hatto Yuan Shu'ning ordisi boyagin borolmay, bu Liu Bei mag'lub bo'lib yenib keladi. Demek Cao Cao'ninki Liu Bei bilan Yuan Shu'ning orasiga suvoqchilik silish hikoyasi mana shu yerdan boshlandi. Unda qo'z do'stlar, bugun o'shaga so'zlab turlar. Agar uch podshohlikdan texmi ko'p mazmunlarni o'rganmoqchi bo'lsak, masalan, kishilik munosabat, xodim boshqarish, odam bo'lish ilmi, jahondoshlik ilmi deganga o'xshash mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, aslida ulanma orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darsni anglab olsanglar bo'ldi. Agar shu do'stlarning orasida nutq o'rganishni, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lsa, bizning 6 oylik maxsus nutq o'rgatish, nutq yetaklash turimiz bor. Shu tur orqali o'zimizningki so'zlash qobiliyatini oshirib olsak bo'ldi. Bu turga qatnashgan do'stlarga biz yangidan tuzib chiqadigan izdan nutq risolasi, nutq o'rganish materialini sovg'a qilamiz.